To'g'ri, if juda ham oddiy so'z, agar degan ma'no beradi. Lekin ifni bunaqa ishlatishni faqat 8+ yoraveradigan C2 darajadagi o'quvchilargina biladi xolos. Formulani qarang. Were subject to verb virgulcha narigi tarafini would bilan berish. Tarjimasi bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lardi, agar bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lardi degan ma'no beradi. Misol uchun, were I to win the lottery, I would travel the world. Agar lotereyani yutib olganimda dunyoni aylanib chiqqan bo'lardim degan ma'no beradi. Ifni ishlatmasdan buni ishlatadigan bo'lsangiz, siz ekzaminlarni lyubimshigiga aylanasiz. Yana bitta gap ko'ramiz. Were she to apologize, I would forgive her. Agar u uzr so'raganida kechirishim mumkin edi, kechirardim degan ma'no beradi. Yana bitta gap ko'ramiz. Were they to win the game, we would celebrate together. Agar ular o'yinni yutganida birga nishonlardik degan ma'no berdi. Bunaqa moshni grammar structure'ni unutib qo'ymaslik uchun kommentda bir ikkita gap tuzib olinglar va bundan ham foydali kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun Talisman English'ga obuna bo'lishni unutmang.